22 yil oldingi tarix yana tiklandi. Oradan 22 yil o'tib, buni Digitap ukamiz qaytadan remix qildilar. Bilmaganim bildirding. Digitapni topdik Shavkatjon boshchiligida. Bu qo'shiqning remix variantiga yangi ovoz tushirilib, yangi talqinda bo'lganligi va uni konsertda ijro qilsak, sizlarga ma'qulmi? Beygul qo'shig'imiz 22 yil oldin muxlislarimizga havola qilingan. Yashamagur chon. Islamjon Hakimov do'stimiz folklor qo'shiqlarini, baxshichilik san'atidagi qo'shiqlarni jamlab butun xalqimizga namoyon qilishdagi ishlarini hamma biladi. Ana shu paytda Shomurod Baxshini bu qo'shiqlarini menga tavsiya qildilar. Va men ana shu qo'shiq bilan baxshichilik ohangidagi ayol ovozi bilan birinchi qo'shig'imni ijro qildim. Mana o'shanga 22 yil bo'libdi. Nimalarni eslaysiz? Moziga qaytib ish qo'yma, xayrli deydi. Mana bu mozida bu. Hozir eslab ko'rsak, Shomurod boboni men 2002-yil yozib olganman shu termani. Nechaga kirding sen? 26 yosh bola ekansan. Mana shu bir kun kelib shu bola mana shu qo'shiq biz Shomurod bobodan olgan qo'shiqni qayta tikladikda, buni aranjirovka variantida aytilgan bo'lsa, o'zini ham klipga tushirganmiz, o'zini ham konsertga olib chiqqanmiz. Bundan 22 yil o'tib, yana bu hozirgi yoshlar uchun bu yangi remix ohang bilan yana bir qayta umr berdi-da bu qo'shiqqa. Bilmaganimni bildirding degan joyi butun xalqimizning ichida hit darajasiga ko'tarilib ketdi. To'g'risi 22 yil oldin bu yaratilgan qo'shig'imiz bugungi kunda hozirgi remix varianti bilan yoshlarimizga go'yoki bir yangi ashula tuhfa qilganday bo'lyapmiz. Ideya deydimi o'sha fikr qanaqa tug'ildi? Endi bachcha paytimda eshitdik-da uni, milliycha bo'lgan ham yoshingiz o'tgandan keyin fikrlaysiz-ku. Men tengi bolalar, mendan yoshlar joy kelsa bizdan kattalar ham bizni o'tmishimizni unutib qo'ygani baribir ashulamiz o'sha eski davrdagi qiyinchilik, mekamchol o'sha joyni men ko'p o'ylab yurib o'sha sababchi bo'lgan mekamchol degan so'zni sababchi bo'lgan. Keyin o'tirib ideya qilib ko'rdim, 3 yil pashti ketdi. Rosa xohladim biz tengilarim ashularni eshitsin, bunday ashulalar yashashi kerak. Bu qo'shiqni mana shu Digitap tomonidan yana yangitdan sayqallangan remix variantini ijro qilishga qaror qildik. Qo'shig'imiz xalqimizga manzur bo'lgandi va 22 yildan keyin Digitap tarafidan yana xalqimizga yana yangi sayqal holatida yangi qo'shiqday bo'lib kirib keldi. O'ylaymizki, yana 20 yillardan keyin yana sayqallanganda bu qo'shiqlar o'z zamonasining eng go'zal qo'shiqlari bo'ladi va bizning folklor qo'shiqlarimiz hech qachon o'lmaydi. Ular xalq orasida xalq bilan birga ijro etilib, xalq bilan birga yashayveradi.